iltimos. Arkadaylere görünmeyin ürtteken. Valla. Arkaya! Gidin la. Gidin. Tayyor mı? Gidin. Tayyor mısınlar? Koşun eşlik. Diqqat bilan eshitamiz. Kim birinchi? Kim birinchi? Muzika. Kim? 2-3 git. Aha o. Qarsaklar bo'lsin. O'xshatisham qahramonlik. Yaman. Yomon emas. Молодец. Dum iriroq innada uxlagan ne olding uka? Yap yo'q. Yana o'xshatamiz. Yana bir qo'yib bering. Yana bir eshittiramiz. Kimga geldi? Qiz uchun. Uchun geldi. Qani 1 Chi. 2-3 git. Ha. Oxiri yo'qmi o'qish? Ha. Hey! Kim? Hey, stop. Yana birisi bor edi-ku. Yo'q, ikki odam qoldi. Ikkisi yomon qildi bular. Yomon aytadi ekanlar. Qarsaklar bo'lsin. İkisi ham o'xshata olmadi. Yana bir ayttirol usta, yana bir qo'yib bering. Yerammi? Yana bir. Mayli. Yana bir. Yana bir bo'lsa yana bir. Eshitinglar, yaxshi. Diqqat bilan eshitamiz. 1 2 3 ket. Aha. Yaxshi. Yomon emas. Молодец. Qizimiz ham. Yaxshiroq bir klinika topib yotib ol 1-2 kun uka. Aytingiz. Qarsaklar bo'lsin. Bu dargohda hech kim xafa bo'lib ketmagan. Bo'ldi. Usta qarsaklar yordamida aniqlaymiz. Bekzod utdi deganlar bir qarsak. Maxinur utdi deganlar. Oy, Maxinur hamma qarindoshlashaverdimi deyman ha? Qazarisini yerimdan. Sentrdan hamma gapni ko'payra, hey. Молодец, gap yo'q. Ruxsat bersangizlar shu Maxinurning qarindoshlari ko'p bo'lib shu yerda. Aboyini shu qizga topshirsak, rozimisizlar? Og'ir ko'tarish mumkinmi? Yordam beradi ya, ballarimiz bor. Dilshodbek. Bekzod sen ham xafa bo'lma. Ana sattarash balani nasindan ham beringlar, sattarash balani. Rozi bo'lasizlar. Rozimisiz? Salomat bo'ling. Ishlar omad tilab qo'yasiz. İşlerin salomat. Şumat dekor günler yashnag'ay, iloyim. Ertaga bo'lg'ay, kelajagga parvoz qilg'ay. Sizlar ham hurmat ijodbozlar. Rahmat singlim, sog' salomat bo'ling. Aziz va qadrli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar, hurmatli ming otliqlar diyori, vohaning iftixori, Hazaras City. Kayfiyatlar zo'rmi? A'lo darajadami? Bugun Maqsadamiz Abdullayev, Dilshodbek Hoji bugun xalq oldida imtihon topshirdilar. İmtihan nechik bo'ldi, a'lomi? 5 qo'ydingizlarmi? Gap yo'q. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. Demak, bugundan boshlab mana shu Max Dekor savdo kompleksimiz sizlar uchun ochiq. Hamma narsa, yeb-ichar, oziq-ovqat, xonadonimiz uchun kerak narsa, hamma narsa bu yerda mavjud. Bemalol tashrif buyurishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar uchun xizmatdamiz, qadrli do'stlar. Qanijonlaringiz sog' bo'lsin. Ayting usta. Darhaqiqat xizmat qilganlar alohida rahmatlarimizni aytamiz. Shaka Dekor bugun astoydil xizmat qildi, ularga rahmat. Operator og'alarimiz sog' bo'lsin. Ovoz operatorlari omon bo'lsin. Tasvirchi yigitlar salomat bo'lsinlar. Eng katta rahmat o'zlaringiz uchun, o'zlaringiz qarsaklar. Xalqim salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sog'lik, salomatlikda bag'ri